Assalomu alaykum. Ko'p hollarda do'stingiz sizga qo'ng'iroq qilib, "Do'stim, men bankdan kredit olmoqchiman, menga kafil bo'lib tur" degan gaplarni aytishadi. Siz kafil sifatida barcha majburiyatlaringizni bilasizmi? Hamkasbingiz, do'stingiz, yaqiningiz o'zi olayotgan kredit kartasi, mikroqarz, overdraft yoki iste'mol kredit uchun sizdan kafil bo'lishni so'rayaptimi? Unga mayli deb javob berib, endi savollar ichida qolyapsizmi? Kafil bo'lsam qanday majburiyatlarni zimmamga olaman? Balki hozirda sizni aynan shu kabi savollar qiynayotgandir. Unday bo'lsa, yaqinroq keling. Hozir sizga bu haqda batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kafillik kredit ta'minotining bir turi bo'lib, unda kafil kreditni qarzdor tomonidan to'liq yoki qisman to'lanishiga kafolat beradi. Aks holda kafilning o'zi kreditni, ya'ni qaytarib aytaman, aks holda kafilning o'zi kreditni kafillik summasi doirasida to'lab berishni o'z bo'yniga oladi. Bankning ichki tartibidan kelib chiqqan holda kredit ta'minoti uchun kafillikni qabul qilishga limit o'rnatilishi mumkin. Masalan, 50 million so'mdan yuqori kreditlarga kafillikdan boshqa ta'minot turlari talab etilishi mumkin. Kafilning majburiyatlarini bilasizmi? Siz kafillik shartnomasiga imzo chekkaningizdan so'ng do'stingiz bilan bir qatorda kredit to'lanishiga javobgar hisoblanasiz. Do'stingiz ma'lum bir sabablarga ko'ra kreditni to'lamaganda kreditni to'lab berish majburiyati uning o'rniga sizga yuklatiladi. Bank kredit shartlari buzilganda muddati o'tgan qarzdorlikni to'liq undirish uchun ishni sudga oshirish huquqiga ega. Bunda qarzdor bilan birgalikda kafil ham barobar javobgar bo'ladi. Hattoki sud bo'yicha davlat boji xarajatlari ham uning bo'yniga yuklatiladi. Kafillikka rozi bo'lishdan oldin moliyaviy savodxonlikka ega inson sifatida do'stingizdan quyidagilarni so'rab olsangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. Qani ketdik. Birinchi, kredit summasi va foizi. Ikkinchi, kredit muddati. Uchinchi, kredit turi va maqsadi. To'rtinchi, kredit to'lov grafiki bo'yicha oylik to'lov summasi. Beshinchi, kredit ta'minotiga boshqa garov mulklari qo'yilgan yoki qo'yilmaganligi. Oltinchi, do'stingizni boshqa kreditlari bor yoki yo'qligi. Yettinchi, do'stingizning oylik daromadlari. Shu yeriga yaxshilab ahamiyat berib, shundan so'ng kafillikka rozi bo'ling. 8-chi, do'stingizni shaxsiy xarakteriga, punktualligi, tartibliligi, hisobliligi. Ya'ni, do'stim, bugun kreditimni to'lay olmayman, o'rnimga sen to'lab yubor, voy, esimdan chiqib qolibdi, sendan yechib oldimmi degan vajlar, bahonalar o'tmasligi kerak. Shuni yodda saqlang. 9-chi, diqqat qiling. Do'stingiz kreditni o'z vaqtida to'lashiga kafolat berishdan oldin o'z moliyaviy imkoniyatlaringizni ham sarhisob qilib oling. Chunki bu kredit bo'yicha siz ham birdek javobgarsiz. Ya'ni do'stingiz pulni to'lay olmay qolsa, avtomatik ravishda sizning hisob raqamingizdan pullar yechib olinadi.